Yıldız Osmanova geldi. Ha 2 yaş vaqtli olsun, mana shu Rajab akamizning notidan keldik biz ham. Shu kishilar hamisha bor bo'lsin, hamisha savdolarga baraka bersin mana shu. Judayam mard insonlardan ekan mana shu. Mana shu bundan ham ko'p bo'lib ketaversin mana shu insonlarimiz. Shu Rajab boyning hurmatiga mana shu qo'shig'imni jonli ijro bilan taqdim etib berayin dedi dag'i. Muhabbatni desam ko'ngil ishning kechasidan yana she'rga say desam yoqtirar barmoqim seni yaxshi ko'rar edim muhabbat bimqona bo'lib uchrashdilar yodimda baxtdan rosa quvongan yodimda ammo mangu qolmadim ko'yamda Habislarda qolib ketdik muhabbat kimdan xato kimdan ayb bilmayman gapga tushsang yodim dildan qo'ymayman savollarga hech javob topmayman sen yaxshi ko'rar edim muhabbat kimdan xato kimdan ayb bilmayman gapga tushsang yodim dildan qo'ymayman savollarga hech javob topmayman sen yaxshi ko'rar edim muhabbat chiroylisan aybayin sochlaringni birammayin shuncha qizlarni ichidan o'zing yoqsang elatayin Rajab boyning yonidagi chachim tarmol yigitlar sanni aybayin sochlaringni birammayin shuncha qizlarni ichidan o'zing yoqsang elatayin Vay Gülsara yendi menga bir qara Vay Gülsara dilgina bo'ldi yara Vay Gülsara yendi menga bir qara Vay Gülsara dilgina bo'ldi yara Rajab boyning chap tomonida yigitlar meni qiynating sevgisini yolg'onchi qo'y meni unut demadimi menga olmayib sani demadimi sendan topdim faqatgina azob sen hech menga vafo qilmadingmi otilar ekan bosh yarilar ekan bosh xiyonatning dasturidan yolg'on bo'lib qo'shib